Mana bahçe rextos. Parto. Mana chixili apparati rextos. In texnologiyami gudmi, chimi gud namidonim mana. Chixili xushli rextos mana. Mana chiroyli mana quyishyapti mana. Quyish jarayoni mana. Assalomu alaykum barodarim, do'ston, подписчикам, muxlislar. Mana bisyor bahçe loy blok pursidagi bu g'ish. In g'ishi puxtagini g'ishi tamashni migudmi, chimigud namidonami loy blokda. Mana loy blok bahçe pursidagi bu CHB hajda balandish 15. Mana balandish 15. Mana razmerish CHB hajda. Kvadratni xushli qara rexdagi, dasba rexdagi. Ama 3 bor aralashmagan loya. Подмереза. Аппарат чакати. Ки даркор бошад, заказ баям мишад. Mana durum beyam hozir nishon mitem chi qadar hast. Mana durum beyam mana qoqishidagi sham hast, tayyor sham hast, rexdagi sham hast mana. Mana aka ukalar, assalomu alaykum barodarim. Aka ukalar, kimgadir mana g'ish kerak bo'lsa, loy blok qo'lga tayyorlangan 3 bor aralashtirilgan. Razmerlariga keladigan bo'lsak 38 ga 18, balanti 15. Mana zakaz variantlari bor. Zakaz qilsangiz ham bo'ladi, uy qursangiz ham bo'ladi, o'g'il qursangiz ham bo'ladi. Quygan o'g'il imorat hammasiga qo'yish bo'ladi, lekin mana chotki chorqira to'rtburchak qo'yilgan variantlaridan. Mana loya 3 bor aralash qara rextor mana bacho. Mana balla quyapti, 3 bor 4 bor aralashtirib qo'yapti. Chista CH va hajda balandish 15. Zakaz beğenmişat. Hozir nalichi ham hast. Zakaz qilsangiz ham bo'ladi. Nalichiga ham bu tayyor mana. Dah ro'z bu mana qo'qishlar avtos. Zakaz qildim. Mana zer ekranba telefon numarashim memonim. Telefon qara aloqada biroyit. Narxini o'sha dünyum somon guftoz bu mamlash hast. Mana 2,5 somon narxi deyamiz, bu mamlasi bor. Kelib ko'rishingiz mumkin. Adres Jamat Sujna dehoti Dashtimalava. Mana bahçe mana rextos. Hozir nishon bitta mana balla quyapti. Mana nishon bitta chixili apparat kati rextos mana. Biroq kishi kerak bo'lsa, ekrandagi telefonlarga aloqa qilisizlar. 2,5 so'm muomalasi bor. Dastavga desangiz, dastavgani muomala qilish mumkin. 2,000 ta, 3,000 ta, 10,000 tagacha zakaz ola olamiz. 10,000 ba to 10,000 zakaz qilmat mekinim.